Hammaga salom do'stlar, bugun sizlar bilan Free panel o'rganamiz. Bu panelni qanday qo'yganimiz desanglar, buni hozir o'rgataman. Aha. Bunda bizga Nizar Hack mod bilan India VPN kerak bo'ladi. Shu ikkita ilova kerak bo'ladi. Bularni qayerdan topamiz desanglar, buni men YouTube kanalimga Telegram kanalimga silkasini qo'yib qo'yganman. O'sha silka bilan Telegram kanaliga o'tgandan keyin o'tamiz. O'tgandan keyin xuddi shu faylni tashlab qo'yganman. Shu faylni yuklab olamiz bemalol. Yuklab olgandan keyin uning ichiga kiramiz. Men yuklab olganman. Mazkur kiramiz. Bu ham Free Fire bilan bir xil, prosta chekalarda yozichalari bor. Kiryapmiz. Вот. Kirgandan keyin обязательный ghost bo'lishi shart. Agar Google'ga kiraman desanglar, bam yeb kira olmaydigan bo'lib qolasizlar. Shuning uchun ghostni tanlaymiz. Ghost tanlagandan keyin xuddi shunaqa bo'lib, nick yozadigan joyiga kirgizib oladi. Bu yerga yozamiz. O'zimni nickimni yozib oldim. Sizlar qolgan keylarda yozasizlar. Mana. Xuddi shunaqa bo'lib kiradi. Bularni chegadagilarni yoqishda ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, shunaqa bo'lib error beradi bizga. Bu errorni yo'q qilish uchun bizga India VPN kerak bo'ladi bolalar. Xo'sh. Reklam. Uşadım dostlar, man bağlı karaylar, man ikisidir. Xo'sh, mana yuqordik. Birga keyin kirgandan keyin select server degan joy bor. O'shaga kirib Indiani tanlaymiz. Indiadan Mumbai 5 degan serverga kirib olamiz. Qolgan serverlar ishlamaydi. يا أخي هل ما زلت Yo'qlik ikkita reklama beradi. Yoqqandan keyin reklamani o'tkazgandan keyin yana firmaga qaytamiz. Qaytgandan keyin mana bunaqa загрузка beradi. Buni kutib turamiz. Xo'sh. Kutamiz. Sabr qiling, sabr. Ba'zilarda bunaqa kirib ketishi mumkin. Men kechqurun video olayotganim uchun hozir VPN ishlamayotgani bo'lishi mumkin. Ozgina kutamiz. Xo'sh, mana White tepasida boya yozganligimiz chiqdi. Chiqqandan so'ng tepadan pastga tushirib VPNni o'chirib qo'yamiz. VPNni o'chirib qo'yib kiramiz bemalol. Esingda regionga kirdi o'sha endi bemalol. Esingdagi barcha odamlar o'ynasanglar bo'ladi. Qozoq, tojik, qirg'iz, o'zbek hamma bilan o'ynasanglar bo'ladi. Bu yerda bemalol YouTube'larda kodini ayirib, mazasini qotirib panellarning mazasini qochirsak. Надо было доесть вчера те жареные крылышки. Умирать. Вот mana. Dekomaga kirib oldi, endi bularni mazasini qotiramiz. Boshlandi. Поели, теперь можно и повоевать. Bu yerda ezib
Men yoqqan hammasini, men yoqqan narsalarni hammasini qilib olamiz. Upload. Eng tagida 3 tasini men ishlata olmadim, balki sizlarda ishlashi mumkin. Buni ishladim, o'sha. Помогите! Просто yurasizlar. Просто yurasizlar. Просто так. Вот. Mazamız. Вот. Просто yurasizlar. Bunaqa videolarda faqat meni kanalimni topsanglar bo'ladi. Есть ресурс! Xuddi shunaqa mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Sizlar bilan bekor yetib oldim shunaqa videolardan chiqishi uchun. О, этот славный вкус победы! Ko'rishguncha Давай туда! sizlar bilan bekor yetib